إلهنا ما أعدلك ملك كل من ملك. Ustoz, men bir qizni sevaman. Sevish gunohmi? Shu haqda ma'lumot bersangiz. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ralinganda, "Ey Rasululloh, kimni yaxshi ko'rasiz?" deb so'ralganda Rasululloh Oyshani deganlar. Erkaklardanchi deganda Abu Bakr, ya'ni otasini deganlar, Abu Bakr roziyallohu anhuni. Va boshqa hadisda Rasululloh Hadicha onamiz haqida aytganlarida inni ruziqtu hubbaha deganlar. Men Hadichani muhabbati bilan rizqlantirildim deganlar. Inson yaxshi ko'rishi, sevishi bu narsa inson fitriy, ya'ni qalbidan bo'layotgan narsa. Lekin bu narsa, bu sevishi haqdan ustun bo'lishga olib kelmaslik kerak. Bu agarda haqdan ustun ko'rish darajasigacha olib kelsa, bu Allohni o'rniga qo'ygan bo'lib qoladi, niyat qilib ushlagan bo'ladi. Ya'ni Allohni nimasida shirk o'rniga qo'ygan bo'ladi. Mana shu narsani chalikka olib bormasdan inson qalbida yaxshi ko'rishi insonning qalbida mumkin bo'lgan narsa bu. Inson o'zi xohlab yaxshi ko'rmaydi, birovni yaxshi ko'rsa. Yoki yomon ko'rsa, o'zi yomon ko'rishim kerak deb yomon ko'rmaydi. Birovni yomon ko'rib qoladi, birovni yaxshi ko'rib qoladi. Bu narsa xullas shar'an mumkin bo'lgan narsa, lekin bu narsa ko'pchilik yoshlar o'rtasida bo'layotgan shu yaxshi ko'rib qolish, bu narsa ishq bu. O'zi aslida ko'pi bu narsa shavq. Shavq, ya'ni arabchada shavq degan narsa bu shavq liqo bilan, yo'liqish bilan ketadi. Quruq havas, masalan, bir yaxshi ko'raman deydi. Men seni juda ham yaxshi ko'raman, unsa seni juda ham yaxshi ko'raman. Keyin bir kun yashagandan keyin o'sha juda ham degan joylar ketadi. Yana uni boshqa yoqqa qarab ketadi bu odam. Bu narsa o'zi aslida muhabbat ham deb bo'lmaydi bunaqangi ko'pincha nimalar. Bu nimadan kelib chiqadi? Ko'p telefonda gaplashishdan, uchrashishdan, noshariy shu aloqalardan kelib chiqayotgan narsa. Noshariy aloqalardan. Inson noshariy yo'l tutmaslik kerak. Agarda inson shar'iy yo'l tutgandan keyin ham masalan yaxshi ko'rib qolsa, bu inson hech qanday bu shar'an man qilingan narsa emas bu. Zotan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ochiq aytganlar, Hadicha onamizni yaxshi ko'rganliklari, Oysha onamizni yaxshi ko'rganliklari, Rasulullohni, Abu Bakr roziyallohu anhuni yaxshi ko'rganliklari va Muozga aytganlar, men seni yaxshi ko'raman deganlar Muoz ibn Jabalga. Ya'ni inson yaxshi ko'rishi, insonni yaxshi ko'rishi bor bo'lgan narsa. Ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, yaxshi ko'rib qolish bor. Masalan, Rasulullohni biz yaxshi ko'ramiz, sahobalarni yaxshi ko'ramiz. Shunday inson qalbidan bir muhabbat paydo bo'lishi, qanchalik o'shani yaxshi ko'rishga olib borgan yo'llarni ko'p qilsa, o'sha muhabbat paydo bo'laveradi insonda. O'ziga o'zi masalan bir noshariy joydan eshik ochib qo'ysa, unga muhabbat o'sha tarafdan keladi. Mana shu eshik ochib qo'yishi bilan inson gunohkor bo'ladi. Ammo muhabbatni kelishi bu fitriy narsa, insonning qo'lida emas bo'lgan narsa bu. Allohu a'lam. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال.